surunkali charchoq, umumiy holsizlik, ba'zan ishtahaning tushib ketishi, uyquchanlik, uyquga to'ymaslik, doim uyqu bosib yurishi, ish qobiliyatining tushib ketishi, sochlarda, tirnoqlarda sinuvchan bo'lishi, sochlarda tez to'kilishi, yuzni tez qarishi, qomatning esa qiychayishi, tanadagi turli xil og'riqlar, bosh og'riqlari, yelkalar og'rishi, oyoqlarda kuchsizlik, jimir-jimir hislarini paydo bo'lishi, bu o'rningizdan turganingizda boshingiz aylanib ketib, ko'zingiz qorong'ilashib qolishi, tez qurt yegisi kelishi, kerak bo'lsa devorlarni qo'porib tirnog'i bilan yeyishni xohlashi, shama chaynashi, benzinni, kraskani hidini yoqtirishi, mashinada, avtobusda yurganingizda ko'nglingiz aynib qusishingiz, hushdan ketib qolishingiz, bularning hammasi bitta kasallik, ya'ni temir tanqisligi anemiyasi kasalligi bilan bog'liqligini bilasizmi? Temir tanqisligi anemiyasi hozir keng tarqalgan kasalliklardan hisoblanib, ayollarning ko'p qismida ushbu kasallik belgilari uchraydi. Ayollar tabiatan kamqonlikka moyil bo'ladi. Bundan tashqari ularda ko'pchiligida buzilgan menstrual sikl juda ko'p uchraydi. Har bir siklda 80 ml dan ko'p qon yo'qotish bu albatta temir tanqisligi anemiyasiga olib keladi. Miomalar, gormonal balansning buzilishi, turli xil shamollashlar. Ayollar organizmi tabiatan kamqonlikka moyil bo'ladi. Ular doim hayz ko'radi, homilador bo'ladi, emizikli bo'ladi, ishtahasi unaqa ko'p bo'lavermaydi, shirinlikka o'ch bo'ladi. Erkaklarga o'xshab go'sht, foydali narsalar kamaydi, organizmi unchalik xohlamaydi. O'zga ko'rinmas hujayralardan bir butun chaqaloqni dunyoga keltirish uchun organizm juda ham ko'p zapaslarini sarflab qo'yadi. Kalsiy, magniy, temir zapaslari, vitaminlar hammasi sarflanadi. Natijada ayol nima qiladi? Ichmaydi vitaminlar. Maxsus srokiga qarab berilgan vitaminlar bor, shularni ichish kerak, butun dunyo standartlarida qabul qilingan. Tug'ilgandan keyin emizikli payti 6 oygacha tinmasdan vitaminlar ichishi kerak ayollar. Chunki hech qachon ratsional to'g'ri ovqatlanish bo'lmaydi. Kamiga tuqqan ayollarga bizda darrovda parhez tayinlab, turli-tuman parhezlar bilan onani o'zi qurigan madorini undan 5 marta quritib, organizmni yiqitar darajaga olib kelib qo'yamiz. Undan chiqqan sutdan sifati unaqa yuqori darajada bo'lmaydi. Qarabsizki, ayollar shu bilan anemiyaga katta yo'l ochiladi, soch to'kilib, tirnog'i sinib, yuzlari tez qarib, tez charchab, hech narsaga yaramay qomatlari bukilib qolishadi. Shuning uchun azizlar, albatta emiziklilik, homiladorlik paytida vitaminlar bilan organizmni qo'llab turish kerak. Mabodoki ginekologik muammolarimiz bo'lsa, hayz siklining uzoq davom etishi, ko'p miqdorda qon yo'qotilishlari bo'ladigan bo'lsa, tez hayz ko'radigan bo'lsa, uni albatta ginekolog shifokori bilan birgalikda muammoni bartaraf qilish va anemiyani profilaktikasi va davolashi vaqtida amalga oshirish lozim. Quyida siz ushbu kasallikka uchragan bemorning tuzalgan holatida otsifini eshitasiz. Klinikada yotganimdan holsiz bo'lib, qonim kam, davlenam past edi, ancha oqarib ketgan edi ranglarim. Hozir ancha yaxshiman. Umid aka shu назначение dorilarni berdi, shuni olib juda ham yaxshiman hozir. Qo'llarim og'riyadi, qo'llarim og'riqlarim yaxshi bo'ldi. Boshim aylanishi, ko'zim oldi qorong'ilashishi, hammasi o'tib ketdi. Juda ham yaxshiman hozir. Rahmat.